Mana hozir ro'yxat qilasizlar, necha kishi talabgor ishlashga. Avtobus keladi, olib keladi, olib ketadi. Bir mahal issiq ovqatingizni beradi. Obed bepul. Ertalab soat 8 dan kechqurun 6 gacha ish. Mana shu hozir hamma aylanib chiqadi. Mana qurilish bo'yicha o'rinbosar, elektrosek, avtoyo'l hammasi bilan aylanib narki qishloqqa ham ketadi. U qishloqqa ham borishimiz kerak. Nima ish qilish kerak bo'lsa, bizlar uni reja qilamizda, mana shu bir oy ichida bosqichma-bosqich rejali qilib qilamiz bu ishlarni. Rahmat, baraka toping. Oxiriga yetib keyin chiqib ketamiz. Nima xohish bor, qo'llaringizdan nima ish keladi, bizlar shu narsani tashkillashtirib beraylik degani, sizlar qishi bilan ertaga bekor bo'lmangizlar, doimiy daromadga ega bo'linglar. Hozir biranta xonadon qolmaydi bu yerda. Hamma xonadonga hozir odamlar kirib yuribdi. 200 dan ziyod odam xonadonma-xonadon kirib anketa to'ldiryapti. Ular bersa, Men qarang, hozir buni hammasini o'rganyapti. Mana hamma mana bu ishdan stol bo'ladi, olib ketib, yangi stol bo'ladi.